Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi darsimiz tenglamalar mavzusi bo'ladi. Tenglama o'zi nima? Noma'lum qatnashgan tenglikka tenglama deyiladi. Tenglamani yechish deb yoki tenglamani ildizni topish deb tengda qatnashgan shu noma'lumni topishga aytiladi. Kelar shu misollar orqali o'rganaylik. 2 ni qanday bitta noma'lum sonni ko'paytirsam natijasi 20 chiqar ekan. 2 necha bo'lishi mumkin degan savol ketadi menda. 2 ni topishimiz uchun x ni topishimiz uchun mana bu x ga yoni ko'payib turgan sonni tenglik bu tarafga bo'lib o'tkazamiz. X teng 20 bo'lib 2 ga. X ni 20 ni 2 ga bo'lsak 10. Ya'ni x imiz 10 bo'lganda 2 ni 10 ga ko'paytirsam 20 chiqadi degansining gap bo'lyapti hozir bu yerda. 3 ko'paygan x teng 27 ga. 3 ni bu yoqqa bo'lib o'tkazamiz. X teng 27 bo'lingan 3 ga. X topsam 9. Ya'ni 3 ni 9 ga ko'paytirsak 20 chiqadi degan gap bo'ladi. 1 taqsim 2x teng 4 ga. X ni topishimiz uchun mana bu x yonida turgan umumiy sonni tenglik bu tarafga bo'lib o'tkazamiz. Bo'lingan 1 taqsim 2 ko'rinishda yozdim buni. O'tgan darsda o'rganganmiz buni. Kasrda bo'luvda o'ng tarafda turgan kasrimizni o'rnini alishtiramiz. 4 ko'paygan 2 taqsim 1. 4 2 ko'paytirsak x barobar 8. Ya'ni mana bu x o'rniga 8 ni qo'yganimizda ushbu tengligimiz o'rinli bo'lar ekan. Mana shu chiqayotgan x lar tenglamani yechimi yoki tenglamani ildizi deyishimiz ham mumkin. Shu savolni ko'raylik. 5x joyida turibdi. 4 ga 6 ni qo'shamiz. 10. Ana endi biz bilgan mana bu tenglamaga o'tib qoldi bu tenglamamiz. Biz bilgan mana bu ko'rinishga o'tib qoldi. 5 ni bu tarafga bo'lib o'tkazsak, x teng 10 bo'lingan 5, x teng 2 degan natijaga ega bo'lamiz. Ana endi keyingisi. X lar bir tarafda, sonlarni bir tarafda alohida jamlaymiz. O'zi tayyor turibdi o'zi hozir. 7 dan 3 ta ayirsak 4x. 16 dan 4 ayirsak 12. X teng 12 bo'lingan 4. X teng 3 degan javobga ega bo'lamiz. Ana endi keyingisi. Ushbu tenglamani ishlashimiz uchun birinchi qavsni ochamiz. 3 ni ko'paytiramiz x ga, 3 ni ko'paytiramiz 1 ga. 3 ni x ga ko'paytirsak 3x, 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. Plus 3 ko'paygan 1 bo'ladi, mana o'rtada ko'paytirib turibdi o'rtada. 5 ko'paygan x, 5 ko'paygan 1. Qo'shuv 4. 3x qo'shilgan 3 kara 1 3, 5 kara x'imiz 5x, 5 kara 1 5, 4 ga qo'shsak plus 9. X'larni bir tarafga, sonlarni bir tarafga yozamiz. 3x joyida turibdi. 5x'imiz bu yoqqa ayirib bo'lib o'tadi, minus 5x. 3'imiz bu yoqqa ayirib bo'lib o'tadi. 9 ayrilgan 3. 3x dan 5x ayirsam minus 2x bo'ladi. 9 dan 3 ayiradigan bo'lsam 6. Minus 2 ni bu yoqqa bo'lib o'tkazamiz. Bo'lib o'tkazsak 6 bo'lingan minus 2. 6 ni 2 ga bo'lsam 3 minusi 1 marta qatnashgan uchun oxirgi javob teng bo'ladi. Javob minus 3 bo'lar ekan. Ana endi navbatdagi misol. Minus 2x qo'shilgan 3 teng 3x plus 8 ga. X lar bir tarafga, sonlar bir tarafga yozamiz. Minus 2x bu yoqqa qo'ysa minus 3x. 8 joyida turibdi, 3 ayrı bo'lib o'tdi. Minus 2x minus 3x minus 5x. 8 dan 3 ta ayirsam 5, x teng minus 1 degan javobga ega bo'lamiz ekan. Ana endi 2 ko'paygan x plus 1 qo'shib 3 teng 3 ko'paygan x minus 1 plus 6. Qavsni ochamiz. 2 ni ko'paytiramiz x ga, 2 ni ko'paytiramiz 1 ga. 3 ni ko'paytiramiz x ga, 3 ni ko'paytiramiz minus 1 ga. 2 ni x ga ko'paytirsam 2x, 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2 qo'shilgan 3 teng 3 kara x'imiz 3x minus 3 kara 1 3 plus 6. 2x qo'shilgan 2 ga 3 ni qo'shsam 5. Ana endi tenglik nagi tarafi? 3x joyida turibdi. 6 dan 3 ta ayirsak plus 3. 2x ayrilgan 3x bo'ladi. 3x'imiz bu yoqqa ayrib bo'lib o'tadi.
3 joyda turibdi, 5 bu yoqqa ayrib bo'lyapti, minus 5. 2x dan 3x ayirsan minus x. 3 dan 5 ayirsan minus 2. Minus bu yoqqa bo'lishga o'tkazib yuborsam x dan 2 degan natijaga ega bo'lamiz. Ya'ni x ni o'rniga 2 ni qo'yganimizda shu tengligimiz o'rinli bo'ladi. Ya'ni shu tengligimiz to'g'ri bo'ladi. Endi keyingisi 45 ni bu tarafga o'tkazamiz, x ifodamiz bu tarafga o'tkazamiz. Minus 2x minus 3x. Shu ifodamiz bu yoqqa minus bo'lib o'tdi. 45 imiz bu yoqqa ayrib bo'lib o'tadi. 5 minus 45. Mana bu narsa minus 5x. 5 dan ayiramiz 45 ni. Minus 40. Minus 5 ni bu tarafga bo'lib o'tkazadigan bo'lsak, x de 8 degan javobga ega bo'lamiz. Tenglar mavzuyimiz umumiy holatda shu narsalardan iborat. Ya'ni bunday e'tibor qilgan bo'lsanglar, shunchaki bo'lishga o'tkazdik. Bunda ham shu. Mana bularda x'larni bir tarafga, sonlarni bir tarafga qilib oldik. Oxirida doim mana bu narsaga o'xshash holatlar to'g'ri keldi mana oxirida. Mustaqil ishlash shu misollarni video oxiriga qo'shib qo'yaman. Ushbu darsimiz, tenglamalar mavzuyimiz 6-sinf darsligimizdagi oxirgi mavzuyimiz bo'ldi. Ushbu kungacha yo'l qo'yilgan video darsligimizdagi yo'l qo'yilgan xatolar, xato kamchiliklardan uzr so'raymiz. Imkon qadar yaxshiroq, sifatliroq dars tashkil qilishga harakat qilyapmiz. Agar rozi bo'lasizlar, e'tiboringlar uchun rahmat.